Xullas shampunlarga keladigan bo'lsak, mana shu 3 xil yo'nalishda chiqqan. Ya'ni mana bu sochi kim ослабленный bo'lsa, to'nkiy bo'lsa, объем xohlasa, ya'ni ishib turishni xohlaydi-ku, объемный bo'lib, volum mana shuni tanlaysizlar, idishi rozовенький bo'ladi. Mana bunaqa. Bu yerda qaranglar, ketyapti. Mana bu shampuni, mana bunisi esa konditsioneri. Ya'ni bu mana shunaqa yonma-yon turadi, ko'rasizlarmi? Yonma-yon tutishadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 210 ming so'm shampun, 210 ming so'm konditsioner. Keyingisi bu jирныйga sklonности bor, ya'ni tez jирный bo'ladigan, yog'lanadigan qizlarimizning sochlari uchun mo'ljallangan shampun konditsioneri bor. Sostavi bomba, keratinlari bor, to'kilishini oldini oladi va zo'r o'stirishga yordam beradi. Bu esa suxoy sochlarimizga zo'r tushadi. Aynan hammasini olganingizda, ya'ni shampun, balzam, konditsioner bilan ishlatilganda effekt zo'r bo'ladi. Menda mana bu maskasi ham bor, qizlar. Haftada bir marta mana shu maskani sochimga chaplayman. Shuning uchun постоянно o'sib